Hammaga salom obunachilar. Bugungi videoda men sizlar bilan Webcast'ni load qilaman. Qani unda let's go. Men birinchi o'rinda music topib oldim va u muzikni sindirishni boshladim va shu orada meni va timitim keldi. Timitim keldi. Короче, nikesini chiqib ketdi. Keyin u music aytdi, meniki boshqa toping dedim. Ok dedi, o'shasi ketdi va men uni sindirib boshladim va nima chiqqanini ko'rishingiz mumkin. Bu muzikda menga eng kerakli narsa ya'ni Sila 3 chiqdi. Undan keyin men Epic sindirishni boshladim. Epic'da menga eng kerakli narsa bu charka edi, chunki 3 ta charkam bor edi. Afsuski charka chiqmadi. Undan keyin men yana bitta Epic topdim va o Epic'ni ham sindirishni boshladim. Afsuski bu Epic'dan ham menga charka chiqmadi. Va men yaxshilab qarasam, men Aishib klass topman va uni video uchun chaqirishga qaror qildim. Qani unda let's go. Va men keyin ATF deb yozib oldim va u Aishib klassni chaqirishga qaror qildim. Lekin ammo nima bo'lganini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Chaqirdim, ammo u Aishib klass yurish uchun, lekin 25 ta aktiv kerak ekan.